Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 3-oktyabr kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 20-22 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Diqqat! 2-oktyabr kuni O'zbekiston hududiga salqin va nisbatan nam havo massalari kirib kelishi davom etadi. Respublikaning ayrim joylarida yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduzi kunlari 18-21 darajagacha, kechalari 8-13 darajagacha shimolda, kunduzi kunlari 13-16 darajagacha, kechalari 4-7 daraja iliqqacha pasayadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin, deyiladi xabarda.